Avtomat kir mashinalarini foizsiz 3 oy, 6 oy, даже 12 oydan bölüp asala bo'ladi. Ag'abeka endi LG brend, inverter motor, pastokda balandokda ishidon kir mashinamizni o'zini bahasi 5.830.000 so'mmi, oldindan to'lovsiz, qo'shimcha ustamasiz 6 oy bo'lib to'lab olsalar. 6 kilolik Monix kir mashinani yana 10 yil garantiya beriladi. Inverter motor, pastokda balandokda ishidon kir mashinani 3290 ni 6 oyga bo'lib to'lab olsalar. Dastlabki ustanovkasi 7000 ta sovg'ada ishtirok et, qo'shimcha sovg'alarni olib ketadilar. Narx bahosini, ya'ni 1.800 ni oldindan 900 so'mini beradi, keyinga yana 900 so'mini beradi, ratchet bo'ladi. Inverter motor, pastokda balandokda ishidon. Eng gereki Toshiba motor, Chistin original Yaponiyaning motori qo'yilgan. Qishlam ishlasa bo'ladi, sababi doполнительный ham bor. Chistin dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Haier brendining aristollari keldi. Bu ne bo'lman, qo'lni bering. 1.900.000 so'mdan ishini qo'yib bering ag'a. Bayram munosabati bilan. Beraman ya. 1.900.000. 1.900.000. Yine içinde eğer Muratlar biladi buni materialini ichib ko'rishim. Bu nov ustuna nov, yani Grabatex satilganmi? Grabatex satilgan. Bir zo'r tavsiya bering, uyma qo'yacakman. Bo'yi 1.60, 70, 80 oralig'ida bo'lsin. Narxi shikolant bo'lsin. Shikolant bo'lsin. To'g'ri. Shitir narx. Qo'lni bering, 6da e'lon qilganman. 5.800.000 so'm. Bu ne bo'lma? 5.900 anaqa. Siz ekanmas, men ekanmas. 5.900. 5.900, bana 5.850. Yo'q, 900. Yaxshi, Barabani olib borib o'rnatib berish mendan. Ag'abeka yangiliklarimiz zo'ri. Ugolkamizni razmeri 240 ga 340 bo'ladi. Ava. Bahasına keladigan bo'lsak, bahasi bomba narxda. 8.660.000 so'm. O'zini 30% to'lovi 2.600.000 so'm bo'ladi, ag'abeka. 6.060.000 so'm pulni siz 12 oy davomida bo'lib berishingiz ham bo'ladi. Narx o'zgarmaydi hech qanday, yozilgan narx. O'zgarmaydi. 30% to'lov, kerakli dokument, pasport, plastik bo'lsa bo'ldi. Plus 7000 ta sog'liq aksiyasi, ustundagi baygamasi, dastavkasi, ustanovkasi. Bagema da berdingiz ag'a, dengel. Baygamalari bor. Bagema qo'shib beramiz, shu narxni o'zine. Shu narxni o'zine. Güningizda 5000 so'mdan tushadigan uголокlarni ko'rsatib o'tamiz. Bir like ni bosib turgan bo'lsa, Sultonbek aka boshlang ag'a. Uголокimiz razmeri degan bo'lsak, ag'abeka 1.60 va 1.90 bo'ladi. Komplektida stoli, 2 dona pufiki bo'ladi. Ava. Plus mexanizmlar bo'ladi. Uголокimiz bahasına keladigan bo'lsak, uголокimiz bahasi 2.600.000 so'm. Elden 30% to'lovi 780.000 so'm bo'ladi. 2.600.000 so'mdan 780.000 so'm olsangiz 1.820.000 so'm qoladi. 1.820.000 so'mni siz sotasiz, 12 oy bo'lib berasiz, 151.000 so'mdan tushdi. Gününe 5000 so'mdan to'laydilar, go'rtdan uголокni xolandan ketaveradilar. Xohlagan rasvetkasidan, xohlagan rangidan tip beramiz. Dastavka 7000 ta sovg'a. Dastavkasi, ustanovkasi plus 7000 ta sog'liq aksiyasi hammasi bor. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumaniga keldik va Texno bozordan navbatdagi yangilikni sizlarga e'lon qilib o'tamiz obunachilar. Yaqinda e'lon qildik faqat nalichi bahoga. Endi nalichi bahoni o'zini bo'lib to'la e'lon qilamiz, hozir ko'ramiz. Dastavchi xizmatlar o'xshaydi. Assalomu alaykum, hormanglar ustaga. Amozet mister, hormang. Merhaba turman texnikalar. İttifak, Gazavot. Bepulmi dastavkalar? Bepul içinde. Hesab borib berasiz. Ustanovka? Hammasi içinde. Sizdan. Malaysiya, yo'llab olsin. Yaxshi. Assalomu alaykum. Shef, bayramlar bilan. Siz yaxshimisiz? Tabrikimiz bayramlar bilan, xudo xolasa. Obunachilar adresini tushuntirib beringiz, bir chiroyli. Obunachilar uchun adresnimi? Ava. Sovchina adres tushuntiradigan bo'lsak, oldimizda yana pochta, ya'ni set, Qo'shko'pirni hamma biladi. Ava. O'ng tarafimizda bozor. Qo'shko'pir bozori. Qo'shko'pir bozor. Chap tarafimizda yana klub. Urganchdan kelgan obuna qiladigan emas klub. Aha. Demak, keladigan texnobozor turibdi. Duribdi. Ko'rmay o'tishning iloji yo'q deng. Ko'rmaysiz iloji yo'q. Ketdik obunachilar. Yangilikni yana qo'shimchasini e'lon qilib berdik dedingiz. Xudo xolasa, yangilikni yana qo'shimchasini e'lon etib boshladik. Endilikda Texnobozor qo'shib planida yoki Urganch planimizda avtomat kir mashinalarini foizsiz 3 oy, 6 oy, даже 12 oydan bo'lib olsalar bo'ladi, ag'abeka endi. Foizsiz. Biza shuni endi avval naqdini aytdik endi. Xudo xolasa naqd to'lovda bo'ladi. Endi sal yana o'zgartirish kerak. Endi ko'pchilikda naqd pul yetmovchilik bo'ldi. Shuni evazidan shu naqd pulini ham olib turgan holatda yoki bermin turib, eldan to'lovsiz. To'g'ri, 12 oy to'lab olsalar bo'ladi. Xo'p, tushuntirib o'tsangiz, masalan, kir mashinlardan qaysi eng xodovoy narxini eng xodovoyga keladigan bo'lsak, hamma biladi, LG brend, inverter motor, pastokda balandokda ishidon kir mashinamizni o'zini bahasi 5.830.000 so'mmi, oldindan to'lovsiz, qo'shimcha ustamasiz 6 oy bo'lib to'lab olsalar. Shu yozilgan narxini o'zi. Shu yozilib turgan narxini. Agar yo'q menga bundan ham sal arzonroq bo'lsin, rigidroq desalar, yana 7 kilolik Monix avtomat kir mashinani 3 yil garantiya beriladi uni. 3.690.000 so'm mana 6 oy bo'lib to'lab olsalar. 3.690 ang. 3.690. Endi to'y tomosha endi xudo xolasa boshlanadi, chunki Roza Ramazon oyi tugab boshladi, o'sha oyning oxiriga keldi. Shu sababli to'yga qo'shib bermak, ya'ni qiz bizda sarpasini qo'shadiganlar obunachilarimiz uchun naqd pul endi kamchilik bo'ladi to'y tomoshada. Shuning uchun
6 kiloluk Monix kir mashinani, yana 10 yil garantiya beriladi. Inverter motor, past tokda bilan tokda ishidon kir mashinani 3290 ni 6 oyga bo'lib to'lab oladi. 6 oyga foizsiz 500 ming so'm, 520 ming so'mdan tushib 520 ming so'm primerni hisoblab chiqadi. Bu aytgan baholardan keyin yana olib borib o'rnatib berishi, dastavka ustanovkasi, 7000 ta sovg'ada ishtirok etib qo'shimcha sovg'alarni ham olib ketadilar. Og'abek, shu bahona ichida. Bu qachongacha amal qiladi? Xudo xolasa shu mahsulotlarimiz tugab qolincha sonali, cheklanmagan, yetarli, hammaga yetadi. Uyda ko'pchilik bo'ladigan bo'lsangiz, yana Og'abek 10 kiloliklarimiz ham bor. 10 kilolik avtomat kir mashinlarimiz ham bor. Xolasa seri rang, xolasa oq rang, o'zini bahosi, ya'ni 6 million 660 ming so'mlikni 12 ga foizsiz to'lab oladi. Oldindan 1 so'm ham bermaydi. Ustidan 1 so'm ham bermaydi 12 oyga. 720 dan tushadimi? Yo'q, 720 ming so'mdan emas. U 720 ming so'mdan tushadigan bo'lsa, oylik to'lovda foizli bo'ladi. Hozirgi summa hisob kitob etganda plus minus 555 ming so'mdan shundan tushib boradi. Kir mashina keladigan bo'lsangiz, Og'abek 10 kilolik avtomatik kir mashina, inverter, past tokda bilan tokda ishidon. Eng kerak ekran darajasi A+3 pog'oni uchun 1 yillik tok rasxodi 237 kilovat bo'ladi. 1 yilini oddiy hisob kitoblarda hozir 200 kilovat oyimizga berib turibdi. Bu 1 yil niyat turibdi 237 kilovat. Aynan avtomat kir mashinadami deydigan skidka obunachilarimiz so'ragani uchun yo'q. Pol avtomat kir mashinalarimizdan ham skidka yo'lab qo'ydik. Eng arzon chizim sizlarda? Eng arzoni deganda 1 million 200 1 million 300 dan boshlanadi. Pol avtomatlar endi kilosini qarab, ya'ni usti oyna, plasmas, damirsiz ya'ni turi ko'p uni. Misol uchun skidkadan odan iborat. Yana avtomat kir mashina emas, pol avtomat kir mashina. Bahosi deyli, yana misol uchun 8 kilo. Yana ko'pchilik so'raydi uni, damirli yoki damirsiz. O'zini bahosi misol yana 2 million 120 ming so'm, to'g'rimi? Siz naqd olacaksınız Og'abek aka. Qo'lingizda naqd pulingiz bor. Gelishib ber dedik, misol gelishdik, savdolashdik 1 million 800 ga tushirdik. Ya'ni 15% skidkasida qaytib berdim. Shu puldan xolasangiz 1 oyga bo'lib to'lab olsangiz bo'ladi. 1 oymi? 1 oyga. Ha, 50% to'laydi. 50% to'laydi, 50% keyin kabi. Bu degani nechta bo'ladi? Misol 2 million 120 ming so'm, 15% skidka nalichi bahosidan qaytib berdik. Naqd bahosini, ya'ni 1 million 800 ni eldidan 900 so'mini beradi. Keyinga yana 900 so'mini beradi, ratchet bo'ladi. Bundan tashqari dastavka, ustanovka и baraban lotereyasi bor. Baraban ham bor. Bor, обязательно. Tushunarli. Endi xohlagan pul avtomat endi hisob kitobini aytamizdan, ustuna kelishamiz, misol 15% skidkasini aytib bergandan keyin. Xohlasa 6 kilolik 8, 9, 10 ketaveradi. 13 kilodan bor aka. Endi xudo xolasa yana konditsioner, endi sezon boshlanayotir, havo qizayotir endi aka. Shu sababli yana konditsionerlar ham assortimentini ko'paytirdik. Yana hamma assortimentdan bor. Bemalol kelarsa 9 likdan tutib, даже 12, 18, 24 stoyka modellar ham bor. Ya'ni stoyka deymiz-ku. Konditsionerlarga keladigan bo'lsak, 12 lik Inver konditsionerimizni bahosini chiqardik. Xudo xolasa, oldingi narxi 5280 ming so'm edi. Buni obunachilarimiz uchun 4980 ni yana foizsiz 6 oy bo'lib bersak bo'ladi. 6 oy, Yana foizsiz. Undan tashqari dastavkasi, ustanovkasi va 7000 ta sovg'ada ishtirok etib, yana qo'shimcha sovg'asini ham aytadi. Konditsionerga keladigan bo'lsak, aka, inverter motor, past tokda bilan tokda ishidon. Eng kerakli Toshiba motor, чистый original Yaponiyaning motori qo'yilgan. Qishdan ishlasa bo'ladi, sababi doполнительный ham bor. Eng zo'r modellardan shu bo'ladi. Xohlagan assortimentini ko'rsinlar, ana xolasa 3 oy, xolasa 6 oy hisob kitobi bo'yicha chiqarib beramiz. Buni u deymi, mega chegirma degan. Mega chegirma, misol uchun, Sevintage kompaniyaning eng zo'r, eng lyuks modeli bu. Shuning uchun bahosi balandroq, sababi komfort model. O'zining bahosi 7 million 940 ming so'm. Chegirma bahoda 6 million so'm. 12 lik. Eng oxirgi seriyasi bu. Ha, naqdang. Naqda. Xudo xolasa, endi aynan boshqacha modellar desa, bor, boshqacha modellar ham 6,5 millionliklari bor, 5,5 millionliklari bor, turi ko'p bu narsalar. Aristollar ham toza modellar geldi. Eng kerakli Og'abek aka nomer 1 geldi yana. Чистый dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Haier brendini Aristollar geldi. Sababi bakni o'zina 7 yil garantiya bor. 100% tok urmasligini kafolati bor. Undan tashqari teni keramika, bizning endi odat tushunchani kolxozchasiga tushuntirganda ko'p yerlarda vodopor suv o'tmayo, skvajin suv. Ya'ni nag'ar baylab ketadi-ku. Bu narsa shu nag'ar baylamasdi. Nag'ar baylasam tanapana cho'rib zanglab qoladigan narsa emas bu. Eng kerakli Og'abek aka, endi firmasini aytmoqli, ayrim Aristonlarga qaraganda suv qizdirish bo'yicha bular ustun bo'ladi. Ya'ni Haier'niki suv o'chgan taqdirda o'zida 6 soatda issiqlikni tutib biladi. Abishlik Aristollar esa uzoqi 2 yoki 3 soat ichida sovib qoladi, yana qayta ishga tushib boshlaydi. Ya'ni rasxod etib boshlaydi. Ekonom bo'ladi-da. Ekonom bo'ladi, tok taraflama. Gaz plitalarimiz ham toza assortimentlari, morozinlik sezoni boshlandiqda xudo xolasa yana morojinchilar uchun, do'konchilar uchun har xil assortimentda xolosani sandiq, ya'ni qassoblarimiz uchun, bayrakchilar uchun
yoki men misol uchun aynalı, marojniy yoki yana qo'shimcha yarim tayyorlanadigan mahsulotlar, berek, boshqa narsalar uchun udobniroq. Bular ham katta kichkina qarab bahasi o'zgaradi. Bular ham shu 3 oy yoki 12 oy kredit asosida xarid etib olsa bo'ladi yoki naqd ustida ishlab gelish bo'lsa bo'ladi. Yana gospitallarimiz ham misol uchun avval xushtakchani qo'shib berdik, endi tovon qo'shib berib boshladik aka. Tovon. Narxlarini so'm gospital. Narx hisoblananda 2,5 million so'm edi. Yozilish bo'yicha kelsa bo'lsak, yozilish 2,5 million so'm. Ustida gelishib beramiz. Masalan, dangal narxdan gaplashamiz. Inan dangal narxdan oladigan bo'lsa, yana Clio firmaniki, misol uchun, oddiy budjetni hisoblaymiz. O'zini bahasi 2,5 million so'm aka. Naqd tashab oladigan bo'lsa 2 million so'm. Yana tovoni ana baraban loteriyasi. Olib borib o'rnatib berish mendan. Buni nima bo'lman, qo'lni bering. 1 million 900 ming so'mdan ishini qo'yib bering aka. Bayram munosabati bilan. Beraman yana. 1 million 900. 1 million 900. Yana ichida agar o'yinda propan bo'ladigan bo'lsa, Jigulondan almashtirib beraman. Ichida. Katta obunachilar, gaz plita 1 million 900. 1 million 900. Yana tovoni, yana 7 mingta sovg'asi, yana dostavkasi, Jigulondan almashtirib berish bizdan. Ichida xudo xolasa aka. Gelsizlar, ko'rsizlar videoni, ustida taxlab beramiz. Xolodilnik. Xolodilnik desangiz, xolodilniklar mana. Sezon boshlandi. Yana xolodilniklar ham tellab tashladi xudo xolasa. Hali yana gapki necha so'mdan boshlanadi nalar? Eng arzon xolodilniklarimiz dedik, misol uchun yozilish bo'yicha ketadigan bo'lsangiz, yana 3 million 600 ming so'm, 3 million 500 ming so'm, 3 million 300 ming so'm. Endi katta kichkina qarab ketaveradi. Xolasangiz 2 kamerali, 1 kamerali, endi 4 eshikli variantlar keldi. Nag'abekena. 4 eshikli. Bahaybat deymiz endi. Haqiqiy enlidan bang. Ko'rinishi enlimasdan. Haqiqiy ko'rinishdan kichkina ko'rinadi, lekin ichini ochib ko'rsangiz bahaybatligi bilinadi. Ob'yomi litr hamma narsasi как положено zo'r. Beston firmasidan ishlatib turganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, sifatini nechik chiqdi. Xo'p. Eng kerakli Og'abeka kommentariyada yozuvchilar uchun Birusa kompaniyani hamma biladi. Birusadan zo'r assortimentlar keldi Og'abeka. Ko'ring bemalol. Keyingi assortimentda xolosalo flap beradi, ya'ni no frost variantlar keldi. Xolosalo defrost modellar keldi, ya'ni crowbar o'yna. Ishlari eng original narsalar keldi Og'abeka. Bundan bo'ldi xudo xolasa. 3 so'm defrostlar masalan, misol defrostingiz yana shu razmerda bo'ladigan bo'lsa 6,5 million so'm. Yozilishi. No frost bo'ladigan bo'lsa 7,5 million so'm. Misol 7,5 million so'm. Flap sovutadi, no frost bo'lgani evazini ichida is ko'ki bir-birini o'tmaydi. Do'ngib arish degan narsa bo'lmaydi, sovuq degan narsalar bo'lmaydi Og'abeka bu narsa. Material nomi nima ya? Material cho'yin material. Birusa kompaniya ishlatib turgan brendchilik bulatlar biladi buni materialni ichib ko'rishini. Bu nov ustuna nov, ya'ni Grabatex satilgan. Grabatex satilgan. Buna? Toza zanglamaydiganmi yo'qmi? Zanglamaslik uchun shu narsa Og'abeka. Yo'q, aytilashmang buni chiqay, zanglamaslik uchun. Seriously? Konkret eng zo'ri Og'abeka. Bu chisi Rossiyaning o'zidan kelib turgan narsalar bo'ladi. O'zimiz O'zbekiston yoki boshqa davlatdan kelib turgan narsa emas, chisi originallar. Agar boshqacha kompaniya desanglar, boshqacha kompaniyalar Beko kompaniyaki mana. Chisi Turetskiy kompaniya 2 yil garantiyasi bor. Rossiyada zborka bo'lib kelgan narsa bu. Beko kompaniya, chisi original modellar. Agar boshqacha, yana boshqacha sistemada ishlaydigan desalar, yana Sevintage kompaniya, Premier kompaniya, Hisense, Zifler ketaveradi, uni turi ko'p Og'abeka. Shuni o'zida bir zo'r tavsiya bering, uyma qo'yacakman. Bo'yi 160, 70, 80 oralig'ida bo'lsin, narxi shikolant bo'lsin. Narxi shikolant bo'lsin. Naqd shtir. Naqd shtir bo'ladigan bo'lsa. Ina Og'abeka, yangi o'stama. Ina Premier, eni 60 santi, bo'yi 180 santi. Bahosini ham misol 7 million 990 ming so'm. Naqd shtir tashab olacaksın. Naqd tashab oladigan bo'lsa 7 million 900 Og'abeka. 15% amlab o'tiribman. Tagi shtir oltini berib ketaveradilar. Oltini berib ketsinlar. Shtir naqd. Qo'lda bering, 6da e'lon qilganman. 5 million 800 ming so'm. Bu nima bo'lma? 5 million 900 Og'abeka. Siz ekan emas, men ekan emas. 5900. 5900. Bari 5850. Yo'q, 900. Barabani olib borib o'rnatib berish mendan. Aynan Premier xolodinik. Premier obunachilar, bo'yi 180 ang. Ava, eni 60 santi, yana 10 yil motorni garantiya beriladi. Bo'yin taxminan chamalashlariniz uchun 183 mi bo'yim? Sal narakana, sal plus minusunda. Tenda podon yo'q. Xo'p. Keyingisi keladigan bo'lsa, yana har xil assortimentda ketaveradilar. Bo'ylari xizdi bodisdan bo'lang. Katta kichkina qarab o'zgarib boraveradi. Baholar ham shunga qarab o'zgarib boraveradi. Vitrin desa, vitrinni variantlari keldi yana. Keng assortimentlar, yana bundan ham kattacha assortimentlari keladi. Clio deymi, Ferrari deymi, Artel deymi, Shoiki deymi, bor hammasidan. Endi savol-a? Boshqa bitoylar ham shunday bo'lib ko'ra amal qilib turibmi? Ava. Asosan mayda bo'lsin, krupniy bo'lsin, o'zini pulini foizsiz 3 oyga bo'lib to'lab olsa bo'ladi. Mayda bitoy, plisoslar, mini pechkalari bormi og'a? Mini pechkalari bor. Assalomu alaykum Sultonbek aka. Xormon, sog'ligingiz yaxshimi? Shukr, o'zim xormon. Genimizda xudo xolasa ko'p o'qimadi. Hay. Rozayda 006 aksiyani e'lon qilgan edik, yodingizda bo'lsa? Dum qisqa qoldi aksiyamiz. Endi esa plus yana 06 ga 06 ni qo'shib 012 tashladik. 006 dan 1 plus 1 aksiya kesib chiqang. Dim bunni ham vigitni variantlar olib ketdi. Yap bo'lsin. Yangiliklar bormi og'a? Yangiliklarimiz bor.
Hazırki görüntüden mebellerimizde asortimentleri köpeytirdik. Ava. Görüntüğünüz değil. Hazır ise indi aksiyamızda 012 için tüp perdam olsa, inş penal misalında özüne bakası 12.070 min son. Bu üminin ya ne xili Gigant. var? Gigant. 2 şkaplı, 2 tartmalı. Opşi rəsmləri 450, Ava. 230 oldu. Bələtli patlayırsam şu evvelki üçün tüp perdamızın eşikləri Titanic'ni fasıda sıxadı. Yok ay. Titanic ne? Tamam. Aha. Bunu aksiyamızda üçün tüp perdam olsa, ağa bekə 12.070 min son baxası Ava. 30%'ını əldən belədi. Aha. Gerekli hüccətlərimiz pasport plastik oladı. Aha. Qalan 70%'ını isə 12 ay davamında bölüb belədi. 12 ay davamında. Ava. 1 yıl ay. Nitolka bu penalımızı, başqa asortimentdəki penallarımız həmməsini şu tərtibdə asab oladı. Narx özgərməyən axay. Narxı özgərməyən şu əlində özünün pulunun 30%'ını belədi də, qalan 70%'ını 1 ildə bölüb belədi. Özü penalların başlanğıç narxı neçəsindən başlanır indi? Başlanğıçları 7 milyon 100 min sondan başlandı. 7 milyon 100. İş Ava. high-tech'larını seçəsəm ağa. Şu bula 7 milyon 900 min son. Ava. Rəzmiyelləri 3'ü 30 oladı. Ben 2'yi 40. Ava. Aynaları göydülgən kalon ayna. Pat düysene 75 düymlü tezodam sıxadı. Sifəti ən yanıqlarından axay. Sifətləri anıqlanır. Aha. Dastavka xidmətli içində mi ağa? Dastavkiyası 7000 tə soğuk aksiyası plus ustanovkiyası bilen birgə. Hə 7000 tə soğan mı? Ba. Bax ay. Ava. Ötən videomuzda aytmapmısan bunu. Aytmayın gitmisən onu. Xuda xalasa yenə bu safar aytdıq. İndi bu saf arasında koşup bəyənsiniz axı. Zor ağa. 12 adam üstəl kürsülərdən çıxırtdı. Buladan sonra bulanı kürsüsü stol edinli olur. Kürsülərini baxası 24.300 min son. Ava. Nüçümün qımmatda bolasaz bunu materiallar 100% qozdan buladı ağa. Stoluna gələn bolsaq, stola isə 100% NDF mahsulatında 2 sol kraskiyası lakları ulğan buladı. Görürsünüz, glans sivət göz tüpbət tutdu. Bunun üstünə bir pazaraşlı kilonka tasavvürət biyimlədən üstünə ona gərək nəsən yayıb qoyardılar. Dəstirxan şərtəməz sistan ay. Dəstirxan şərtəməz. Şunlarla. Bulanın başlanğıç narxı neçəsə 12 adam üstəl kürsünü. Stolu kürsüsü ədini oladı. Kürsüsünə baxası 24.320 min son. Ava. Stola isə 3.740 min sondan başlanır. Mənimcə ən zorlarından birisi bu. Avan. Aha. Bəndə isə sasna daraqtından boğan qol siyetə padma sətibi yasalığa. Aha. İranski karkazda. Ava. Bunun rəzmiri isə 1.20-yə 330 oladı. Aha. Kürsüləri 12 dana. 100% isə sasna daraqtından yasalığa. Narxı? Narxı 17.580 min son. Buna vacibə. Kürsüləri mi? Komplekt bu. Ha, komplekt 17 milyon ismi? 17.500 min son. 17 milyon 500. Buna şu tərtibə 3 milyon əldən 30% bərlədi. Qalan summasına isə 70%-ni 12-də bölüb bərələdi. 30%'ini töləsəm, qalanını mən şunda 1 ilə töləməmmi? 1 ilə bölüb bərəsiz. Gərəkli sizə gərəkli olan dokumentlər pasport plastikiz oladı. Ha, egəsi gərəkən, mənim pasport plastikini. Ava. Ha, düşünərli. Xo'p, yumşaq mebellərdən çıxan gələk oturdu. Yumşaq meyvələrdə dım bomba bot tutdu. Aha. Bunu əvvəlki sapar 8 milyon 800 min sonra nağd pula qoyardı yazıda olsa. Ava. Hazır isə indi şunu doğru 3 milyon 300 min son bilə üyə kitib qalan 70%-ni isə 1 ildə bölüb bərsən bula. Heç qanday üstünə faiz mimi da. Kreditdən gəp yox. İnə bunu. 1 milyon 100 min son 10% tolavı. Şunu 3'e köpəytirəsiz 3 milyon 300 min son botturdu. Bu da yəni 30% tolavı. Aha. 30% tolavı. 11 milyondan 3 milyondan ayırtasam qalan summanı isə ofşi 1 ildə bölüb bərsən bula. Bunu kaç situasiyonu əvvəl hesaba gətirib bərədik ofşi. 3 milyon 300 min son mu tölədilə tamam 2 tərələ. Doğru 2 tərələ dəyişim. Dastavka tip bərə. Dastavkası, ustanovkası plus 7000 təsavvaq aksiyası var. İçindən. İçində. Həmmə mebellərə elan qılğanmı 7000 təsavvaq ya bəzi birlərinə? Həmməsinə. 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 Düşünərli. Bunu indi sifətini yeni abunəçilərimiz üçün düşündürüb ötün indi Sultan Bəkə. Rəzmirinə gəlsək, rəzmirindən başlayımız 260-a 360 oldu rəzmiri. Ava. Materialı 100% moş materialı Türkiyə bilən samisi, birə-birət işləngi. Aha. Ayaqlarıyla bizi göz tutdu ayaqları. 100% indif mahsulatına yasalığa. Xo'p, faqat şuna qoydu İslam. Yeniliklərdən biri Bu zorlandı. başqa Taşkent fabrikə, Vadi, həmməsindən bax. Bunu ağa işini baxayın, bagi masanam qoşub bərəli içində. Bosa. Abundan sonra özünə. Hava, qolunu bərin. Bol. İçində bagi masanam qoşasız, 12-yə bölüb tölərim qılıb bərəsiz, dastavki ustanovkası 7000 tə savğanam qoşasız. Boladı onda. Yetdimi? Oldu. Bu aksiyamız bir gün 2 gün məs. Hava. Abundan sonra əzəsin, xalqımız əzəsin, Qoşköprü xalqı olsun, başqa Xarəzm vilayəti əzəsin. Bu bomba aksiya təmizləyək. İnə, narxın çözüm dəngəl
Ağa ugolikni ayting bana. Ugolikning bahası 8660 ming so'm. Ava Bunu 30% ni oladigan bo'lsak 2600 ming so'm bo'ladi. 2600 ming so'mini beradilar, tamam ugolikni o'zi sizniki bo'ladi, to'g'rimi? Ugolikning o'zini 2600 ming so'mga qolgan 70% ni bir yilda bo'lib beradi. Shu Üstleri necha so'm? buni jurnalist Tolaga beka 1.340 ming so'm. Ava Bu ham shu tarkibda. qo'ysangiz, ağa buni 30%ni bersa o'zini nima ketaveraman. Ava, bo'lsa xalqimiz azasi. Bu bir qog'ozlik vajdan meni bo'lib to'la olsa bo'ladi shunda, to'g'rimi? Ava. Uni ham buni ham 30%ni. Ava. Ketdi. Aha. Bu ugolikimiz ham shu Taksim fabrikaga yine oyoqlari 100% sasna daraxtidan Aha. klassik ishlangan bo'ladi. Podushkasi o'zida Aha. razmeri 220'ye 320 bo'ladi. Bu tekesi o'zini yopishgan bo'ladi. Ava. Aha. Bu ham shu tarkibda yine. 8870 ming so'm, 2600 ming so'm berib, qolgan 70%ni bir yilda bo'lib beradi. Buni onlayn xarid etsa bo'ladimi? Bu tenda shu o'zlarimizning call center nomerlarini qo'yamiz, shu orqali chiqib xarid etsa bo'ladi. Onlayn shartnoma tuzsam bo'ladi shunda. 30% nishab to'laydi masalan, uni Hozir bo'laveradi. zaman rivojlanib ketgan Aytib klik bo'lami onlayn? dasturlari, boshqalar bunday desam bo'ladi. Tushunarli, yaxshi. Xo'p, buni svetlari bormi va? Assortimentlarimiz bor. Aha. Ben yine maloshi svet desangiz, bunda seri svet desangiz har xilidan bor. Ağa, ishi vajisini chiroylatib dizib qo'ysa, endi meni ağa men natasida o'rtantirasida shunday qo'yibdi. Ayollarimiz yuradidan axir bagimasini qo'shib bermasangiz Sultonbek nechun qo'yibsiz buni deydi. Yo'q, qo'shib beriladi. Video boshida aytilganini shu bagamalar qo'shib beriladi. Qo'shib berasiz endi, boshqa ilojisi yo'q. Necha so'm endi, necha so'm berasiz? Ugolikning bahasi 7.560 ming so'm. Ağa. 30% to'lovi bilan berib qolgan 70%ni bir yilda bo'lib beriladi. Bagamas. Men Sultonbekka faqat naqdda beraman bagimani. Yo'q, yo'q. Uni ya dastavka etib berib bilan men bagima qo'shsam, uni Yo'q, shartlar yo'qmi? Buning shartlari yo'q. Dengel hamma o'zi bonus olasiz, bagimasini ham qo'shasiz. Bagamasi, dastavkasi, ustanovkasi plus 7 mingta sovg'a aksiyasi. Mana bu narsa bagimasi bilan birga ina oldikina. Xo'p, usterni addeni narxini yozib qo'yibsiz. Endi bu ugolikni keng. Ha, tushunarli. Svetlari bor dedik. Menda seri sveti, xosat soxona variantlari ham bor. Shu aytaman-ku, berasiz mana menda. U qo'shib beriladi, bekardan qo'yilmaydi. Ava, buni qo'ydingiz, berasiz buni. Addeni aytdingizku. Chiroyli tursin ekan. Bagimasi ichida. Xo'p. Shoxonamiz nega? Bu 2025-variant olib ishlab chiqarilgan. Bundan avvalgilarda olganlarimizda bakoylari sal boshqacha olib chiqqanlari bor edi. Aha. Belar вообще boshqacha ko'mray. Shikarni etib, чистый korona etib ishlab berdilar bu safar. Xo'p. Assortiment bor. Xohlagan rangi, xohlagan rasvetkasi, xohlagan shaklda ishlab beriladi. Buni narxi, razmeri necha? Razmeri 260 ga 360. Aha. Plus 2 puf 2. Aha. Puluna keladigan bo'lsak 10 million 690 ming so'm. Ava. 3 million 200 ming so'm bermak kerak. 3 million 200. Ava, qolgan 70%ni ona bir yilda bo'lib beradi. Buni bo'lib to'larni ham kelishsa bo'ladimi yo dengel yozilgan narximi og'a? Buni o'zi obunachilar uchun beradi. Obunachilar uchun kelishib bilmaysizmi? Buni 10 million 600 ming so'mni o'zini gezdirib berib bo'ladi. Ha, chiqqan joylarni qirqib tashlaverasiz. Ava. Tushunarli. 80, 90, 60, 50. Shunday yerlari duch kelmasa to'g'ri keladi. Ishini yozganini qirqib tashlaysiz shundan ya 2 sifra bilandagilar, ha? Ava. Tushunarli. Xo'p. Like'larni bosib turasizlar bu narsa Sultonbek akamiz, ya'ni texno bozor uchun addeni. Xo'p. Yana nima ingliga? Ugoliklarimizni boshqa assortimentlari bor, ularni yozib o'tamiz. Ha, berimizda kelib yana bo'lib to'larni tashlashtiradilar. Assalomu alaykum. Ha, yaxshi. Xo'p, shuni yakka ordinarniy yotoqxonalar, spayni garniturlarni ham olsa bo'ladimi? Bor, buni xalosa kompyuter stoli bor. Addini xalosa o'zini addini shkafi bor. Uni hammasini taxlashtirib beramiz. Bular ham shu dastavkasi, ustanovkasi. Bu tortmalar ham bormi buni? Ava. Вообще не обычный ekan lekin. Bunda assortimentimiz bor. Aha. Bunda okra svetkasi bilan shkan svet maloshi degan bo'ladi. Bu adashmasam ochiladimi bu? Buni ochiladi, buni yozgi kiyimni qishda kiyimni yozda qo'yib qo'ysangiz ham bo'laradi. Narxlari chiqsin bularni. Sultonbek eng qiziq joyi-da u. O'zi ochilib turaveradi. Ha. Mexanizmlarni qarang-da. Tushunarli. Bahası 1 milyon 800 ming so'm bunaqa beka. Ava. Mana o'sha eldan 30%ni berib turib, qolgan 70%ni bir yilda bo'lib beradi. Bu narsa prinsini aytaman, shuda maslahat endi ayollarimiz, erkaklarimiz, ota-onalarimiz yaxshi biladi. Iloji boricha shuni matras tashlab yotadigan bo'lsa, bir yakka o'zimiz o'xshagan bolalar pozonashnikidan ham dum zo'r yashash. To'g'rimi axir? Sultonbek aka, dum uni yumshoq atib bersangiz ham bo'lmaydi-da. Zo'r ajab bu narsa. Buni qarang. Men shunda 30%ni to'laydigan bo'lsam, 3 so'mdan tushadi. 3 so'm bo'ldi shunda, 10% 180 ming so'm. 3 ga ko'paytirsa, 3 so'm bo'ladi shunda? 460 ming so'mdan bo'lib beradi. 460 ming so'mni bersam, qoni bo'lib to'layveraman, ha? Voy. 12 oy, вообще bilmas narxda chiqqanlar. 540 ming so'm ekan 30%. Ha.
540 min so'm beradi. Kalan 70%'ni bir yilda bo'lib beradi. Bilim bin gitadi danang. Bu semizcha bu. Uni bir PlayStation desek, bir test Günüdan, desek, mesela onu gününe. yo'qotib beramiz lan. Bir suv ichib, napitga ichib Ay. yo'qotadilar. Bunda o'zini addining shelflari bor. Xolosaz 006, xolosaz 012 shu aytilgan tarkibda eldin 30% berilib, kalan 70%ni esa 1 yilda bo'lib bersam bo'ladi. Xolosa 6 oy, budjetni desa yo'q, men 3 oy, 4 oy beraman desa, uning tarkiblarimiz ham bor. Addenli bang, addenli Asolan shafimiz addining. Aha, yaxshi. Dastavkasi, ustanovkasi, plus 7000 ta sovg'a aksiyasi hammasi sotib beriladi. Zo'r. Non choy ichinde. Bu mebel deganda odamzodni ko'zidan kiradigan rang bo'ladi. Fabrika. MD Svet. Avan, endi söyd. Bu spalni komplektimiz Toshkent fabrika bo'lib, hamma narsasi klassik etib ishlangan. Eshiklaridan tortib tana koronalarına doğum. Mali Xitoyda bilibman buni. Xitoy emasmi? Toshkent fabrika. Toshkent fabrika. Görünüşe lekin Xitoyni beradi ekan, ay. Rang shunga tortib boradi, nelar effektlari bilan. Shuni to'g'ri aytasiz, effekti to'g'ri aytasiz shu gapni. Glansovligi, effekti, mening yoldirashi boshqacha ekan. Oddiy bu ishni motiv emas ekan. Buni qarang, dastavkani mo'ji bo'lib to'lara bormi? 12 oy dedingiz, 30% dedingiz. Bu bir emas, bir ikkisinden ham aytdik, uchisinden ham aytdik. Hammasida aytib o'tamiz. Dastavkasi, ustanovkasi, plus 7000 ta sovg'a aksiyasi hammasi qo'shib beriladi. İçindang? Ay. Tushunarli. Xo'p, bularimizni yo'q, uголокlar. Kuxni uголокlarimiz bu varianti prujin bilan mochalashga aralashgan bo'ladi, ya'ni. Aha. Teler asladan variantlari. Sifatlisi bu. Mexanizmli varianti bo'lgan, ya'ni. Aha. Bu ko'rib turganingiz, bu Toshkentniki. Toshkent. Bu esa Vodiniki. Aha. Ko'rib turganingiz. Vodiniki ham adashmasam yomon emas. Yomon emas. Toshkent shu xizmat etadigan narsa. Aha. Materiallar Vamachilarmi? Vamachilardan. Ya lekin mexanizmsiz adashmasam. Avay. Ruchnoy obunacha, shu farqi bor. Agar yo'q, men premium kerak desangiz, Texnobozorda hammasi bor. Taqib beramiz. Xo'p, 2600 ming so'm ekan naqd bahasi. 2600 ming so'm. 30% to'lov esa 700 cha ming so'm bo'ladi? 780 ming so'm bo'ladi. Ava. 1.800 ming so'm o'shi plus minus bilan qoladi. 12 oy bo'lsangiz 151 ming so'mdan tushdi. Shunda gününe 5 ming so'mdan to'laymanlar? Avay. Gününe 5 ming so'mdan uголок olib ketsalar bo'ladi. Bo'ladi nasfa. Eldendan 780 ming so'mni beradilar, to'g'ri? 780 ming so'm beradi. Plus minusi bilan 1.800 ming so'm pul qoladi. 1.800 ming so'm 12 oy bo'lsa 151 ming so'mdan tushdi. Ina bunacha holansiyetim bor. Rasvetkalari bor. Ichida hammasini taxlasib. Üstleri 2 pufiki bilan, to'g'rimi? Uголок, üstler 2 pufik. Endi qarang, dastavka 7 ming o'yin bormi bunda? Ha, bor. Hammasida bor. Ha, hammasida bor. Ay. Birsini bir o'ynaydilar, birsini bir. Ay. Bir o'ynaydilar. Voy, nima deydi bu? Bu high-tech variantdagi Spaniya komplektimiz 2024-2025 Hadoy sotib turgan Spaniya komplektlarimizdan bu. Ha, 24 ta imzoli sotdingizlar. 24 tane. Shuncha ham 100 mingga tutdi bu narsalar. Aha. Ucha so'm bilan narxi nechik bilan? Narxi 14.300 ming so'm. 30 ni olib tashlaymiz axir. 30%dan attasab, qolgan 70%dan strani üstünde 1 yil bo'lib beradilar. 30%dan abunachi hisob kitob etib beraverasiz. Ya'ni siz o'sha 1.433 ming so'mni 3 ga ko'paytirsangiz 30% chiqadi. 4.300 ming so'm bo'ladi. Aha. 4.300 ming so'mdan 14.330 ming so'mdan ayirib, qolgan 12 ga bersa o'zi 1 ming chang. Adam yakadan sallar chiqib bosdi. Ha, bitta og'irlik tushmaydi ekan, qarang og'a, bularning hammasida 7 ming ta o'yin bor dedik. Masalan, men 3 o'jasam 3 marta aylantiramanmi? 7 ming ta sovg'ani? 7 ming ta sovg'a sani olgan. Masalan, hozir bunday ko'rsatib bergan bo'lsak, Spalni uchun 1, motas qo'shib bo'lsangiz, motas uchun 1. Ava. Общий 2. Aha. Uголок uchun 1, jurnalist bo'lsa 2. Ha, aytmancha matras ichida emas, to'g'rimi? Buni aytib Matraslar ketadi. addenli. Matraslar addenli. Matraslar har xil assortimentida bor. Vodiy desa vodiy, Toshkent desa Toshkentlikdan taxlab beramiz. Premium kerak bo'lsa, premiumdan taxlab beraveramiz. Ava. Buni narxi necha so'm? 11.200 ming so'm. Ava. 30% to'lovini berib, 11.250 ming so'mdan. 11.250 ming so'm. Bu narsalar uchun. 11.250 ming so'm. 200 demadim shundan. Aha. Shu pulni o'zidan ana xolasa 1 yil oladi. Xolasa o'zini budjetiga qarab 6 oy oladi. Dastavka, ustanovka hammasi mavjud. 30% ni to'laymanlar? 30% to'lab qolganini 1 yil oladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Barabandan chiqqan podaga klientlarimiz o'zini ana 24 soat davomida dastavka xizmatlarini amatib beradi.
Obunachilar, bugun sizlar bilan birgalikda Texno bozorning Qo'shko'pir filialidagi maishiy texnika, mebellar narxlarini ko'rsatib o'tdik. Xarid qilgan obunachilarimiz, ya'ni o'tgan videomizda chiqargandan so'ng xarid qilgan obunachilarimiz, siz kommentariyada yozib qoldiring obunachilar, narxlardan va servis xizmatlardan ko'nglingiz to'ldimi? Asa, Sultonbek aka, savdolar baraka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xohlasa. Obunachilar, ketgan vaqtingizda rozi bo'lasiz, salomat bo'ling.